50 mingla deyjima. 50 ming deb ishib ketdi bekadash. Korkma. Oltinchi. Mana. Ha, bo'ldi. Ma bir ming nechi pul? Bu 4 gram atar bu chiqadash. Men sana gram demedim. Nechi pul davatım mana. Quloq pangma ya. Ha, qopilmanglar. Ana axir bulab qolganda qildi. Manimi? Ha. Bu nechga bu? Bu adash bu 7,5 ming atrofi chiqadi. Jodigina bu 7,5 ming koy. Odamizonlik qilyaptamsan ya. Bu adash qoplama oltin. Bizning bu oltin yulduz do'konimizda maxsus qoplama oltin sotilamiz. Buning ichiga mis, ba'zaniki kumush olmas, shuning uchun buning bahasi nihoyat muvofiq chiqadi adash. Bo'pti. Sapra onamga g'ash ketay. Opamga. Ya adash, men sening bayamg'i so'zlaringga qarab, seni bir onasiga oltin oldi deb o'ylab boqmoqni gajim adash. Xato tushunib qopman seni. Seningdek bir vijdon g'ururlik bolalarni ma jamiyatimizda topqani bo'lmaydi. Agila qo'lingni o'g'il oldek bola ekansan. Omdara bilanziklaring bormi? Bu qilaroq, nochiroq sonimga bir toy o'lay. Onam qalay deganda men bu yigitning gap so'zlari qarab bu nachar bolani deb qoptiman. Hozirgi jamiyatimizda bundaq vidoliq bolani topmoq bektas. Nima degan isil bola? Oltinga tegishsiz bir bola ekan. Agar navoda singlim bo'lgan bo'lsa-da, mushu bolaga olay deb bergan bo'ladi. Kaç pul oldu balangza? Hesaplari? Adash bu 13,800 ko'pdi. 14 ming oldigina bo'ldi. Ha, 14 ming. Ya makila. Ha? Hozir ma'bdumga telefon qilmay qara. Kelsa, tas 50 mingla deyjima. 50 ming deb ishib ketdi bekadash. Korkma. Onun puldan başka nima yo'q. Başa, onun g'am qilmasa, işte men ko'cha yuraman qanda. Puldan tanısang bo'ldi. Ha, Qog'oz aralashma. Bo'lamda? Ha, bo'ldi. Ha, baqaylik. Voy jinim, yaxshi ma'vola ol jinim. Bahami sizlar jinim. Nag'lab ketdinglar? Qayerga keldingiz? Voy, siz meshari bahamdingiz? Jinim, men onam bilan sonimga birim og'an azroq oltin. Men mau oltin, yulduz, qoplama oltinlari degan do'konda meshari zagaxonada. Ha, siz meshar bormi? Voy jinim, men bu oltin, yulduz, qoplama do'konlarida jinim, men mana meshaga keling jinim, meshaga. Acayip ama papattan. Balcıq gapni qilmay, necha pul bo'pti? Chiq emas. 50 ming qo'yjim. Taras. Bir gapni eskartib qo'yay. Ha. Men bugun Shangonga borman. Ha. Necha kundan keyin qaytib kelaman. Shunga Shangon ketgan jarayonda men faqat avar qilmoqdaman. Bo'ldi jinim. Xo'shal o'ynab keling jinim. Juma zulm. Chiqanglar mana. Ya ma beshini men qo'y avatib qo'ydim juma, misol choy pulan ketdi. Voy onamni. Udek. Nima vijdonliq bola deb intiq singlimni beradi demagandir buningga. Chi udekmi yo'q sana?